Endrik Real Madridda oxirgi marta zaxirada o'tirdi, ammo Perez uni shartiga qo'shgan banddan hamma hayron qoldi. Nima haqida gap ketayotganini tushunmadingsa, hoziroq like bosib obuna bo'lib qo'ying. Men sizga batafsil ma'lumotni aytib beraman. Bilasizlar, Xabi Alonso jamoaga kelganidan keyin braziliyalik maydonga tushishdan ko'ra ko'proq soch turmagini almashtirdi. Albatta bu holat na rahbariyatga, na o'yinchiga to'g'ri kelmayotgan edi. Shuning uchun keyingi yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatida o'z o'rnini yo'qotib qo'ymasligi uchun Endrik rasmiy ravishda qishda ijara sifatida Olimpik Lyonga o'tishga rozi bo'ldi. Eng qiziqarli joyi shundaki, Perez agarda Lyon futbolchini 25 marta asosiy tarkibga tushirmaydigan bo'lsa, jamoa Realga jarima to'lashi kerak degan bandni qo'shib qo'ydi. Bu degani xoliysizmi, xolamaysizmi, Endrik endi har safar o'ynaydi. Siz esa telefoningizga chiroyli futbol fonlarini yuklab olishni istaysizmi? Unda bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling.